Sizlar Jaydari kelin, Orzudagi qaynana obrazlari bilan taniganinglar. Jamoamizdagi Nozima Umarova haqida qisqacha gapirib bermoqchiman do'stlar. Opamiz o'zi asli mutaxassisligi aktrisa emas, meva-cheva sotish bilan shug'ullanadi, lekin san'at juda yaxshi ko'radi. Rosa yaxshi ko'rganini mana tez fursatda shu rezultatga yetib keldi. Lekin hammaning boshida har xil sinov bor. Opamizga shunaqa kichkina sinov keldi. Turmush o'rtoqlari xastalanib, Hindistonga borib davolanishlari kerak bo'ldi. Men qoyil qolgan tarafim o'zi yashab turgan uylarini sotib, mana shu turmush o'rtoqlari tuzalishlari uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qildi. Ayol boshi bilan, bo'lmasa farzandlari bor. Mana hozir ko'z tegmasi, turmush o'rtoqlari ham sog'lom. Instagram mediyni odam bo'lsa ham birovdan yordam so'ramadi. Hamma narsaga o'zi tirishib harakat qildi. Men qoyil qoldim. Sinov kelsa qo'shaloq keladi deganda, bu orada bozorlari ham buzildi, ya'ni ishidan ham ayrildi, lekin shunda ham turmush o'rtog'ini yolg'izlatib qo'ymadi. Har doim paddeshkada bo'ldi. Endi hozir jamiyatimiz shundayki, ba'zi bir qizlar aytadi, "Mahrga gelik bo'lmasa kelmayman" deydi. Ayollar eridan albatta har doim nimadir kutadi ba'zi bir ayollar. Lekin hayotda shunday momentlar bo'ladi, erkak kishi ham ayolidan bir paddeshka, moddiy narsa emas albatta, hech bo'lmasa ishdan charchab kelganda ikki og'iz shirin so'z kutadi. Bu videoni qo'yishimdan maqsad erkak kishidan hamma narsani kutadigan ayollarga bir o'rnak sifatida qo'yyapman. Mardlik qilib qo'ldan kelgancha turmush o'rtog'ini oyoqqa turishga hamma narsani qildi. Ishlatib turgan iPhone 16 gacha sotganini eshitib qoldim. Endi blogerlik va telefon bilan bog'liq. Shuning uchun xursand qilish maqsadida hozir iPhone 17 olganman. Maqtanyapti deb o'ylamanglar. Meni o'zimda ham hali iPhone 17 yo'q. Oilamdagilarda ham iPhone 17 yo'q, lekin opamiz shuncha qilgan harakatlariga, oilasini yaxshi ko'rganiga qoyil qolganini bitta xursand qilib qo'yish maqsadida mana shu kichkinagina sovg'achani oldim. Sizlar ham yaxshi fikr bildirsanglar, opamiz hammasini o'qiydi. Ularni syomka deb Sariq bola pitsani Sergeli filialiga chaqirganman. Hozir borib topshiramiz. Mana shunaqa oilasini yaxshi ko'radigan, turmush o'rtog'iga nima bo'lgan taqdirda vafodor ayollar, opa-singillarimiz ko'paysin deganlar bitta like bosib qo'yinglar. Hozir borib emotsiyalarni birgalikda ko'ramiz. Ichkarida yana pitsa bor edi. To'shankan yangisi, o'shani olib kelsinda. Mana hozir kimdan boshlaymiz? Yoshi katta Nozima bundan boshlaymiz. Marhamat. Tatib ko'rasiz, fikringizni aytasiz. Ikrom syomka qil. Mangami? Buyursin. Yo'q, Eringizga qiyin paytda yonida yelka-belka turgani uchun sizga arzimas sovg'a sizga. Vosvojatisiz kerak. Nima qilardingiz ovora bo'lib? Ochilgan Qoluvdilar-da yomon. Qaddingni tik tut. Qo'llarim titrab ketdi. Kutmagandim to'g'risi. Rahmat qo'yasiz. Tabriklaymiz. Qaddingni tik tut ayol